Tim Horton'da işlеген ayal. Повест. Авторы Гүлшен Абдықадыр. 3-ci qism. Kanadaga kelgenimge 1 yıldan aştı. Hazır İngilizce 2-ci tilim çoğla mektebining 5-ci yıllıqını püttürüş aldıda turmaqdımın. Әмма Tim Horton атлық bu Kanadaның 1-ci номерлық tez mülazmet restoranıda işleş niyetimden vaz keçkinim yok. Bazı günleri Tim Horton'ның aldığı kelip qarab turaman. Bazı günleri işçiге kirib, xerida bulup, qahva içkeç, işlavatqanlarning işlerini күзітімін. Hazır mən bu tez mülazmet deryasıda muşulağa oxşaş aqalar mənmu? Деген sual və onunğa yana özümge berdiğan cavab bilen gün ötküzüdiğan bolup qaldım. Hey, insan әтiki günning qandaq boldiğanligini bilmeslik bilen ne kadar aciz, 1 minut, 1 daqiqa ichida hayotning va taqdir qismatlaringda g'oyat zo'r o'zgarish yuz berishi mumkin. Men 1 yilning oldida yana bir qarshi qutbda yashaydigan, vatani, uy makoni, xizmati va 100 obro'yi bor hukumat xizmatchisi edim. Vatan bergan xo'jayinlik ruhi bilan vatan tuproqlarida sen xuddi sho'x arg'imoqsan. Har qandaq bir hukmronning ustingda pulanglatgan hukmronlik qamchisi sening bu vatanning haqdor egisi ekanligingdan iborat bu yuksak ruhi martabangni ojizlatolmaydi. Çünkü vatan aldı bilen sana taalluq zimin. Ana tiling sening vatan ziminlarda, taqdirvallarda kezdirgan, seni cho'ng so'zlatgan, seni sen qilgan yana bir kuzuring. İnsan o'z narsalarining qadriga qo'ldan ketganda bakrak yetadi. Kanadaның Toronto şəhərində İngilizcəni kekəşləb sözləb yürgən şu minutlarda vətən və ana tilinin nə qədər söyümlük və qimmatlik нәрсе ikənligini hayatımның hər qaysı basqışlarında bəkrək his qılmaqda idim. Şundaqla mən Məryəmgül Abdurahman hükümranlar tərəfindən tamğı qılıb besivitilgan Malyamguli Abdurahman namlıq g'alita və işçimni bək püşürdüğən bu söyrən palas ismim bilan birlikdə bir kunda özgürüb ketgan təqdirimga tən berib ana vətənimdən tolumu uzaqda bolğan bu ikkinchi bir qutubqa maslashish uchun yot vatan, yot til, yot madaniyat, yot urf-odat ichida tovlanmoqchi bo'ldim. Yig'inchoqlaganda hayotning bu notanish daryosida u qirg'oqdan bu qirg'oqqa urilib so'qiladiganim aniq. Ey vatansiz qush, vatanda bundaq gaplarni anglasam nima deydigandu debdikanman. Әмділікті өзім вәтәнсіз құш болып yürməkdiman. Şunda qılıb mən ентайын atdi qılıb tüzülgən İngilizce tərcüm halımni kötürüb, yazның pijg'irin issiqlarda, avtobus bilan Toronto şəhərinin barlıq bulun puşqaqlardaki Tim Hortonlarga berib, kekəşləb yürüb, sizlar adamga ehtiyojliqmi? Bu mening tərcüm halim degancha tərcüm halimni tarqatdim. Qayerga barmay tərcüm halimni qo'liga olgan har qandaq boshliq tərcüm halimga manga bir qaraydi. Ajiba, nada xato qildim deb o'ylaydim ichimda.
Мен ақырқы бір тәржімхалымны бір Тим Хортонға берген вақтымда allaqachon kech kirib ketgan. 8larni ko'rsatib turadi. Atrofim natunish, har xil millatlarning abjashmisi. Qo'rsqimning echib, uchaylarimning tortishayotganligini, ussab, kalpuklarimning qurib ketganligini his qildim. Aldımda turgan Tim Hortonning boshlig'i tarjimalimga bir haza qarab turib ketgandan keyin meni o'ltirib turishga buyurdi va mendan qahvani qandoq ichsam deb so'rdi. Men sal qo'rnish aralash. O'rta, ya'ni 2 shakar, 2 qaymoq dedim uningga. Boshliq ichi kirib ketdi. Kallamda birda xo'shallik, birda ansirashdan iborat 2 xil sezim hukm surmoqda edi. Bu xonim meni ishqa olganmidi deb o'ylaydim ichimda. Birdamdan keyin u xonim qo'lida bir patnisni ko'targan holda chiqib, men o'ltirgan ustalga keldi. Xonim intayin mehribon va yiqimliq holatda o'tir hol cho'ngliqdagi 2 shakar, 2 qaymoqliq qahva bilan o'tda qoqlanib seriq may surilgan begel, ya'ni girdiga o'xshab ketadigan nonni menga tangladi. Yangi damlangan qahvadan chiqqan mazalik puroq bilan seriqmay surilgan issiq begel bugungi bir kunlik hordig'imni chiqarishimga yetarlik edi. Xonim, ismim Julisa. Dominikan Jumhuriyatidan 15 yosh vaqtimda Kanadaga kelganman. Bu Tim Hortonda boshliq bo'lib ishlayotganimga 5 yil bo'ldi. Sening bilan ko'rishganligim uchun intayin xo'shalman, dedi menga yiqimliq holda qo'l uzatib. Menmo uningga bir xil o'diqish va tamtirash ichida qo'limni uzatdim va sinfda to'la takrorlagan menmo xo'shalman, ya'ni me too degan so'zni birinchi qatim ishiltib oldim. Sening isming nimandaq uzun? Qayerliksan? deb so'radi boshliq xonim qahvasini o'tlag'ach yiqimliq holda kulimsirab. Kimligimni tushuntirish jihatda yana bosh qatimchilig'a qoldim. Somkamni axtarib yurib, dunyo xaritasini chiqardim. Hamda Xitoyni ko'rsatib turib. West part of China. Ya'ni bu yerning asli ismining Sharq Turkiston deb atildiganligi, bu rayonda 20 milliondan ortiq Uyg'ur qatorliq musulmon xalqlarning yashaydiganligi, 1949-yildan e'tiboran Xitoy Kommunist partiyasi bu zaminni besib olganligi. Biz Uyg'urlarning o'zimizning til yeziqi, madaniyati, urf-odatimizning borligi, hatto chiroy, mijoz xulqlarimizdan tortib Xitoylardan ro'shan farqlanib turganligimiz haqida yodlab olgan ba'zi siyosiy iboralarni qo'shib, injiqlab yurib, hayajon bilan so'zlab berdim. Demisimi, bu 1 yildan beri mening Nədən kelganligimni, kimligimni so'rgan va menga qiziqqan har qandaq bir yot millatga mana mushundaq tafsili hayajon bilan so'zlab ketatdim. Va ish tepish munosabati bilan o'zimning kim, vatanimning qayer ekanligini, Uyg'urlarning Xitoyning mustamlikasi ostida yashaydigan bir millat ekanligidan iborat bu uqumni bir kanadalikqa bo'lsimi bildirib oldim deb o'zimdan faxrlanib ketatdim. Ammo bu xonim menga keskin qilib mundaq dedi. Okey,
dedi xonim illiq kulimsirab, ko'zlarimning ichiga tikilib qarag'anicha. Sening kimliging, nerdan kelganliging va diniy e'tiqoding meni hech qiziqtirmaydi va seni ishga elishim bilan hech munosabatsiz, dedi. Andın tərcümalimga qarab turib, naiti uzun so'zlab ketdi. Bu xonim intayin tez so'zlaydi. Gerçi xonimning bütün so'zlaganlarini to'liq tushunib ketmasammi, ammo davlatning yordam puliga tayinib olmay ishlayman deb ish izlab yurganingga barakallah. Ammo Tim Hortonga kirib ishlash uchun inglizchangni yanama yaxshilashing kerak. Chunki sen xaridorlarning nima da'vatqanligini to'liq tushunishing kerak degan so'zlarni tushundim. Qaytish oldida u mening qo'llarimni mehribonlik bilan ching siqdi. Bu qo'l siqishlarga cho'nqur insoniy hissdoshlik naqadar singib ketgan, ha? O yana mening to'liq tushunishim uchun bir parcha qog'ozga bir nimalarni yezib berdi. Men Allah, bu haqning 5-sinfini tugatsammi? Yanala inglizchangni yaxshila deydi-ku bu xonim. Deb g'udurg'inimcha qog'oz qalamlarimni ko'tarib Tim Hortondan chiqib ketdim. Bir kun kechgacha yo'l yurib, qattiq charchagan edim. Put qo'llarimning seqirab og'riyotganligini his qildim. Aran deganda avtobus bekatiga kelib oldim-da. Bu yerdagi o'rindiqqa o'zimni tashladim. Men xuddi suvsiz qolgan guldak so'lashgan edim. Kallamdaki ma'lum tomirlardan, g'o'ljidagi qo'rovlarimda, ishxonlarimda va ayollar o'ltirishlarimizda qaqoqlab kulgan, g'o'lji ko'chalarga o'sin bergan mag'rur qiyofatlarim. Shundaqla Eli daryosi bo'ylari, Jili yuzining uruklik bog'larda bo'lgan chaq-chaq so'rinlardagi paraqada kulishlar paraddan o'tgandek bo'ldi. Men heliqi tərcüman enimizga telefon qildim. Tərcüman o'zining poyezdi ekanligini, yana yarim soat ichida avtobusga almishib, ashu men turgan bekatga keladiganligini va shu yerda saqlab turishimni aytdi. Tərcüman enimiz yetib keldi. Men uningga ish izlash uchun hozirlagan tərcümalim bilan Tim Hortonning boshliqi yezib, qo'limga tutqizib qo'ygan qog'ozni ko'rsatdim. Tərcüma yigit tərcümalimga qarab, qarab kulib ketdi. U beshidagi shapkasini elib, tizig'i qo'yib, barmoqlar bilan chechini tatlig'inicha yuzlarini purishtirib turib. "Hada, tərcümalingiz bak oddiy-g'u. Bu tərcümal bilan Tim Hortonga kirishingiz sal tas. Eng yaxshisi, siz zavodlardan ish izlab baqsangiz bo'lamdikin", dedi. Andin u yana boshliq xonim yezib bergan agri-pugri xatlarga ko'z yugurtib, "Bu ayol sizni avval Tim Hortonda qochib yuydigan ishqa olalayman. Agar xohlasang", debdi, dedi. "Qochib yuyish?" dedim men jiddiy talaffuzda tarjima yigitga qarab. Vatanda men oliy unvon elish oldida turgan katta ziyoli edim, ukam. Men qaynab so'zlashga boshladim. Tarjima yigitmo qaynab javob berishga boshladi. "Undaq oliy, pali unvonlaringizni unutib ketding edi. Bu degan Kanada." Arini bir oz sukut qaplagandan keyin yana keskin va so'g'uq munozir davom qildi. "Hozircha
қачуып тұрып, андын аста-аста Тим Хортонда пірказчық болсыңыз болуды ғой, деді тәржіма егіт. Яқ, мен әргіз қачуымаймен, әргіз. Ондақта бұндақ бір адди тәржімалыңыз білән іш ізләп жүрмәң әді, тәржімалыңыз толымы күлкілік екен. Арыны ені сүкіт қаплады. Менің авазымны болышчы қойып өтіп, вақырап еғылығым бар еді. Мен еріліп кетіш алдыды тұрған бір әйнек ішікке оқшап қалған едім. Яш көз чанақларымда пылдырлап қалған еді. Ішчімден бір аваз. Әй, аял, еғылаштың қорқма. Зихніңні бейхуды хоратқан атчық зәрдаплар вә түшенчілер көз яшларың білән паклансын. Әгер аял көзіде яш жоқ болса, ондақта рух көк асманға вә зымынға сайып болалмайды. Әгер көзді яш жоқ болса, чар yolları тақалған болуды демектейді. Тәржіма егет сомкісіден компьютерні чықырып, бір нәрсілерні ізледі вә қағазға бір немелерні езіп маңа тәңледі. Әді, сіз манда қылың. Мана бұ ерге барсыңыз, сіздің тәржімалыңызны өлчемлік іш ізләшке muvaffaq qilib chiqirib berdigan Kanada hökumətinin məxsus xadimləri var. Ular haqsız sizga yordam qiladi, dedi qog'ozni menga uzatib. Men ruhsiz holatda qo'limni qog'ozga uzatdim. Biz yo'llarimizga ravon bo'ldik. Men bugungi Toronto shahrini qidirib ish izlashdan xuddi Stalin tarafidan Sibiriyaga sürgün qilingan siyosiy mahbuslardek qadamlarimni tasda alatdim. Ammo u siyosiy mahbuslarning qadamlari qancha ig'ir bo'lsin-ki, kallalari hamon o'yg'oq. Millatining siyosiy taqdiri uchun harakat qilayotganiga o'xshash meningmi bir narsaga kirishib qolgan kallam qanday qilib Tim Hortonga kirib ishlash kerakligi haqida to'xtamay ishlamoqda edi. İnsan aciz va chorsiz qolgan chaqlarda uning kechirmishlari va o'ziga xos narsalari g'idiqlaydi. Bo'kkida mahallalarni bo'ylab oqqan o'stanglar, daryo bo'yiga tutashgan chig'ir yo'llar, olmaliq bog'lar, shoxning uchiga chiqib olib, irg'itib tushirdigan ujmilar. Ostingda dasturxon tutib, sen ig'itgan ujmilarga panohlik berguchi bolalik do'stlaring. Tang etish bilan ko'zingni assang, darizangning tuvida ko'ni qeri nashbit tarixi. May bog'lab pishgan nashbit. Eng oxirgi bir tal shoxning eng uchida sop-seriq sarg'ayib qarab turgan. Xap, ashuni qo'lga tushirman degandek bolalik planlaring bilan ko'zingni majburiy echib o'rningdan tursanda, anang bilan dadangning o'ttirsida o'ltirib, anang o'z qo'li bilan nonchilab bergan atgan choyni ichsan. Dadang maqtaydi seni. Pah, mening qizim bek sarchi bo'lib ketdi. Shu dada, sening sahar turgan uyning barkiti bo'ladi degan gapingni anglab deysan. Anang bilan dadang xushal bo'lib kuladi. Ammo ko'zing shoxning uchida qachonmi bu yegana orzuliq nashbitni qo'lga tushirarman. Agar nashbit shexini eg'itsang, sarg'ayib pishgan eng oxirgi tavarik nashbit yerga tushib, pok
pürükkede yeriladi. Onun üçün nəşbit şaxlarıga yamışışın gerek. Vay anamay, qız balım şundaq bolamdı. Düşün, şaxtın yıqılısız. Xolum xoşna və ananın vaqıraşları. Senin bu vaqıraşlağa pərva qılmay üstige, yani qametlik nəşbit dərxi üstige, aşı nəşbitni oğlaş üçün yuqur örlüşüm. Şundaq, bu xarakter, yani kirişip qilish xarakteri kichigimda Qoroyimizdagi ürük, şaptol, alma və taş almalarning kuzda eng oxirgi shox uchida qolganlarni qandaq qilib shoxning uchiga chiqib, o'z qo'lim bilan elishqa kirishib qilish bilan boshlangan bo'lsa, bugun Kanadadami, Tim Hortonda ishlashga shundaq kirishib qolgan edim. Kanada albatta mening jannatim emas. Kanada ko'ngli ko'ksi keng, sehi mard dadalarga o'xshaydi. Uni jannatim emas desang, xafa bo'lib ketmaydi. Jannatim desang, xush bo'lib ketmaydi. Bu jihatda Kanada bir kishiga yaxshilik qilib bo'lgandan keyin hech minnat qilmagan va qilgan yaxshiligini unutib ketgan esil xislatlik insonga o'xshaydi. Sening jannat qarshing bilan mening jannat qarshim o'xshamaydi. Eli bog'larda, sahrolarda yashayotgan bir onani Kanadaga akilib, eng esil mehmonxonalarda yotqizsangmi, ammo uningga o'zining bir chini atgan cheyini bermasang, u o'zini jannatda his qilmaydi. Bir kanadalikni vatan bog'larda, bo'stonliqlarda qo'y so'yib, qancha mehmon qilsangmi, ammo uning pesasini bermasang, u o'zini jannatda his qilmaydi. Chellonxondan iborat bu saltanatlik imperator ordusidagi Ishbarxonga nisbatan u yer jannat emas edi. U har kuni manga yurtimning yo'pirmiqi kumush-rang, mevasi oltin rang bo'lgan jigidisini keltir deb yig'laydi. Jannat ikki xildir. Maddiy jannat va ma'naviy jannat. Maddiy jannating bo'lib, ma'naviy jannating bo'lmasa, sen jannatda bo'lmagan bo'lasan. Ma'naviy jannat yaplaq tilda shavqin suransiz, jimjitlik va tinchlik, shundaqla hur erkinlik demakdir. Ma'naviy jannatni maddiy jannatsiz izlab topolmaysan. Maddiy jannat demak pul jannati demakdir. Pul jannati demak kuch jannati demakdir. Kuch jannatini barliqqa keltirmay turib, ma'naviy jannatingni barpo qila olmaysan. Agar sening maddiy jannating bo'lmasa, ma'naviy jannating maddiy jannati, ya'ni kuch jannati barlar tarafidan dastlab chaylangan, xorlangan bo'ladi. Maddiy jannat, ya'ni kuch jannatiga erishish uchun sana to'saq va to'zoqlar ko'p qurilgan bo'ladi. Bu chaqda sana eng muhim bo'lgani o'zingni saqlab qolish. Bundaq chaqlarda sen yiroqlarga ket. Hatta u sening vataning bo'lsa-mu tashlab yiroqlarga ket. Vatandan ketganlik kechganlik emas. Qadr qimmating dapsanda qilinganda, talant va vijdoning oyoq osti qilinganda, sendan sapasiz biri sana boshliq bo'lganda, qilchi ikkilanmay, oila va bola chaqalaringni elib, darhol uzoqlash.
Әгәр онда қылмағыныңда кон әхләтханыға ташлап қойылған хайванның баш сөңкіні құрт қоңғызлар татылап ойнағандак әхвалғы дучар болысын. Әқ сөзлеймән, адалетні яқлаймән деп әвар болма. Етер ки, кәт. Bir күні ерақладың әқ адалетні құчағлап, аны йорттыңғы қайтысын. Әгәр сән келәлмісәң, балаң, нәвірі чәврәң келіп құтылдырды bu зімінні. Шундақ, ғәріп дүниясы рәйімсіз дүния. Әмма тәқдиріңні өзгәртіш үшін чары ізләп бақ. Мен тәқдиримni өзгәртіш үшін Тим Хортонны талладым. Көрініп тұрыпты ки, мен bu Тим Хортонда тазымы жық, таулыныдығандәк тұрмен. Етер ки, таулынай. Polat, әлбәттә, тауланғачқа Polat тұр. Тау үстідіке қарығай, соғуқ вә боран чапқында тауланғачқа мұстәккәм, мәғрур вә мәзмұттыр. Шуңа һәр кем талышар қарығайны мұстәккәм өй салмақ үшін. Кейнімге өріліп, вәтәнге баққа вақтымда, яқшы maaşлық, қатыржам қызмет, отыр хал қору жай. Күлкі чақчаққылық толған сорылар, тәмбір тұттарлық көчі нақшылары. Елі дариясының нәрі тартышлары. Тарих вә мәдениетін үшін құшағлап, бір-бірге кірәлішіп, вәтән зімінін қоғдап ятқан мәхәллә, юрт, жамаат, әр даим ройы дүниярымны ғыдықлымақта. Мен вәтән зіміні да құдды түріліп, қырғақ анының бағырғы өзіні ұрдыған, әркі деңіз долқын едім. Асманда әркен пәрваз қылып, гүлдір чақмақлары білән баравар, қайырләгі до ямғыр сүйіні құйып етіп, зімінні сәгеттіп, гүл гияланы күлдіріп, yüzләні cilvelendіріп, әсән өсәлләні парылтып етідіған. Көк әркісі ақ бұлыт едім. Gerçi bular mening ro'yi dunyorimni o'zliksiz g'idiqlab tursimu, ammo men yanala Tim Hortonning oddiy bir ishchisi bo'lishni tanladim. Ona vatan. Ketganlik, kechganlik emas. Men faqat tanlashga tegishlik bir yo'l bo'lsa, Kanadani va Tim Hortonni tanladim. 3-qism tugidi.